Diqqat! Chalg'ituvchi dunyoda muvaffaqiyat sirlari. Kel Newport. Ikkinchi qism. G'oya. Birinchi bob. Teran mehnat qadrli. 2012-yilgi saylov yaqinlashayotgandi. Millat taqdiri uchun muhim bir pallada kuzatiladigan odatiy holat sifatida New York Times veb-saytiga kiruvchilar soni ortdi. Ammo bu safar nimadir boshqacha edi. Kiruvchilarning nomutanosib darajada katta qismi, ba'zi qaydlarda 70% undagi yagona manzilga kirayotgandi. Bu na bosh sahifadagi dolzarb yangilik, na Pulitzer mukofotini yutgan kommunistlar maqolasi sababli edi. Aksincha, bu beysbol statistikalaridan zerikib, saylov natijasini prognoz qiluvchi shaxsga aylangan Nate Silver yuritadigan blog edi. Bir yilga yetmay ko'ngilochar va sport dasturlari tarmog'i ESPN hamda Amerika teleradio eshittirishlar kompaniyasi ABC News qo'l ostida 12 xodimi ishlashini, sportdan tortib ob-havogacha bo'lgan yangiliklar segmentini yuritishini va ehtimoldan ancha uzoq bo'lsa ham akademiya mukofotidan ko'rsatuv tayyorlash imkoni berilishini va'da qilib, Silverni Times'dan tortib oldi. Uning qo'lbola prognoz qilish modellarining metodologik puxtaligi bo'yicha muhokamalar davom etayotgan bo'lsa-da, 2012-yilda bu 35 yoshli ma'lumotlar ustasining iqtisodiyotda g'olib chiqqanini tan olmaganlar barmoq bilan sanarli edi. Yana bir g'olib hozirda internetdagi bir nechta eng mashhur manzillar, xususan Twitter va Huluning ta'minotchisi, veb-saytlar ishlab chiqish tarmog'i Ruby on Rails asoschisi va kompyuter dasturlash yulduzi David Heinemeier Hanssondir. U Basecamp deb nomlanuvchi nufuzli firmaning rahbarlaridan biri. Hansson Basecamp yoki o'zining boshqa daromad manbalaridan keladigan foyda miqdori haqida ochiq gapirmaydi. Lekin uning Malibu, Chicago va Marbellada, Ispaniya o'tkaziladigan avtopoygalarda qatnashib turishidan bu miqdor ancha kattaligini taxmin qilish mumkin. Iqtisodiyotimizdagi 3-chi va oxirgi g'olibimiz John Doerr, Kremniy vodiysidagi taniqli Kleiner Perkins Caufield and Byers kapital fondining bosh direktori. Doerr Twitter, Google, Amazon, Netscape va Sun Microsystems singari texnologik inqilobni avj oldirayotgan hozirgi ko'plab kompaniyalarni moliyalashga ko'maklashadi. Ushbu sarmoyalar keltirgan daromad esa juda katta bo'ldi. Doerrning sof boyligi ayni chog'da $3 milliard dan oshgan. Nima uchun Silver, Hansson va Doerr bunchalar muvaffaqiyat qozondi? Bu savolga ikki xil javob berish mumkin. Birinchisi, mikro javoblar bo'lib, ushbu uchlikning muvaffaqiyatiga yordam bergan ularning shaxsiy fe'l-atvori va taktikalariga urg'u beradi. Ikkinchi xildagi javoblar aksincha, makro bo'lib, ularning individual xarakteriga emas, balki ular shug'ullanayotgan ishning xususiyatiga diqqat qaratiladi. Har ikkala yondashuv ham muhim bo'lsa-da, hozirgi iqtisodiyotimiz aynan nimani taqdirlashini yaxshiroq yoritgani uchun makro javoblarni ko'proq muhokama qilamiz. Ushbu fikrni yanada kengroq tushunish uchun MTI iqtisodchilari Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee'ga murojaat qilamiz. Ular o'zining 2011-yilgi Mashina bilan poyga deb nomlangan ancha ta'sirli bo'lgan kitobida mehnat bozorimizni kutilmagan tarzda o'zgartirayotgan kuchlarning ayovsiz o'yinida raqamli texnologiyalar rivoji muhim rol o'ynashini asoslashga muvaffaq bo'lgan. Mualliflar kitob boshida buyuk o'zgarishlarni boshdan kechirmoqdamiz. Texnologiya kundan kunga shitob bilan ilgarilamoqda. Lekin bizning mahorat va tashkiliy sa'y-harakatlarimiz unga yeta olmay ortda qolmoqda deb ta'kidlaydi. Ko'plab ishchilar uchun bu holat noxushlikdan darak beradi. Aqlli mashinalar rivojlangani sari inson va mashina qobiliyatlari orasidagi tafovut kamayib borar ekan, endilikda ish beruvchilar yangi xodimlar o'rniga yangi mashinalarni yollashni afzal ko'rmoqda. Kommunikatsiya va hamkorlik texnologiyalari taraqqiyoti masofadan ishlashni yengillashtirmoqda. Oqibatda kompaniyalar mahalliy iqtidor egalarini ishsiz qoldirib, uzoqdagi yulduzlarni yollamoqda. Bu haqiqatdan tamomila umidsizlikka tushmaslik kerak. Brynjolfsson va McAfee ta'kidlaganidek, bu buyuk o'zgarishlar hamma kasblarni jar yoqasiga olib kelgani yo'q, aksincha taqsimlayapti.
Garchi qiladigan ishlari avtomatlashtirilishi yoki osongina outsourcing qilinishi mumkin bo'lgan qanchadan qancha odamlar ishlarini yo'qotsalar-da, bu to'lqinda nafaqat tirik qolgan, balki qadri yanada ortib, muvaffaqiyat qozonayotganlar ham bor. Brian Wolfson va McAfee iqtisodiyotda ikki modelli yo'nalishni taklif qilgan yagona insonlar emasdi. 2013-yilda masalan George Mason iqtisodchisi Tyler Cowen mazkur raqamli bo'linish nazariyasi aks etgan o'rtamiyonalik bitta nomli kitobini nashr qildirdi. Brian Wolfson va McAfee qilgan tahlilning foydali jihati shundaki, ular bu bo'linishning katta foyda keltiruvchi tomonida turadigan va aqlli mashinalar davrida nisbatan katta foyda ko'ruvchi 3 ta maxsus guruhni aniqlashdi. Mazkur guruhlarga Silver, Hanson va Doerlar mansub bo'lishi hech ajablanarli emas. Keling, bu guruhlar nega to'satdan bunchalar qadrli bo'lganini tushunish uchun ular bilan navbatma-navbat tanishib chiqamiz. Yuqori malakali ishchilar. Nate Silver mansub bo'lgan bu guruhni Brian Wolfson va McAfee yuqori malakali ishchilar deb ataydi. Robototexnika va ovozni aniqlash sohasidagi yutuqlar ko'plab past malaka talab qiluvchi ishlarni avtomatlashtirmoqda. Ammo ana shu iqtisodchilar ta'kidlaganidek, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, analitika, yuqori tezlikdagi aloqa va tezkor prototiplash kabi texnologiyalar abstrakt va ma'lumotlarga tayangan tafakkurning mahsuldorligini oshirdi. Boshqacha aytganda, tobora murakkablashib borayotgan mashinalar bilan ishlab samarali natijalarga erishishga qobil iste'dodlar muvaffaqiyat qozonaveradi. Tyler Cowen bu voqelikni bir jumla bilan ifodalaydi. Asosiy savol shu: siz aqlli mashinalar bilan ishlay olasizmi yoki yo'q? Albatta, Nate Silverni katta ma'lumot bazalarini ma'lumot bilan oson boyitish, keyin ularni o'zining sirli Monte Carlo simulyatsiyalariga ko'chirishi yuqori malakali ishchining belgisi. Aqlli mashinalar Silverning muvaffaqiyatiga hech ham to'sqinlik qilmaydi, aksincha, unga sharoit hozirlaydi. Super yulduzlar. Ajoyib dasturchi David Heinemeier Hansson ham yangi iqtisodiyotimizda yaxshi o'suvchi, Brian Wolfson va McAfee prognoz qilgan ikkinchi guruh super yulduzlardan biri. Yuqori tezlikda ishlovchi ma'lumot tarmoqlari, elektron pochta va virtual uchrashuv dasturlari kabi muloqot vositalari ko'plab aqliy mehnat sohalarida mintaqaviylikni yo'q qildi. Masalan, dasturchini to'liq ishga yollab, ofis ochib berish, maosh to'lashdan naf yo'q. Buning o'rniga Hansson kabi loyihani bir zumda tugallaydigan kuchli dasturchiga murojaat qilib, haqini to'lasangiz bas. Bu tarzda ehtimol oz xarajat evaziga salmoqli natijaga erisha olarsiz. Hansson esa yiliga son sanoqsiz mijozlarga xizmat ko'rsatib boyib ketishi muqarrar. Ofisingiz Iowaning Des Moines'ida bo'lgani holda, Hansson uni Ispaniyaning Marbellasidan turib sizga masofadan xizmat ko'rsatishi kompaniyangizga umuman muammo emas. Zero hozirgi aloqa texnologiyalari jarayonni uzluksiz maromida ketishini ta'minlay oladi. Ammo bu holat Des Moines'da yashayotgan va barqaror maoshga ehtiyojmand malakasi ozroq dasturchilarga yoqmasligi tabiiy. Xuddi shu holat texnologiya yordamida masofaviy bajarsa bo'ladigan ko'plab ishlar, maslahat berish, marketing, yozish, dizayn va hokazolarni ham qamrab olmoqda. Intellekt bozori hamma uchun ochib qo'yilsa, bozor boshidagilar muvaffaqiyat qozonib, qolganlar aziyat chekadi. 1981-yili muhim bir maqolasida iqtisodchi Shervin Rosen g'olib hammasini qo'lga kiritadigan bozorlar matematikasini ishlab chiqdi. Uning asosiy mulohazalari mazmuni shunday: o'rtacha kuylaydigan xonandalar xonishini eshitish bitta haqiqiy ajoyib kuy tinglaganga yetmaydi baribir. Buni u quyidagicha tushuntiradi. Iste'dod ko'p miqdorda sotib olib va hammasini qo'shib salmog'ini oshirsa bo'ladigan narsa emas. Eng yaxshi mutaxassislarga mukofot bor. Shuning uchun agar bozorda xaridor barcha takliflardan istaganini tanlash imkoniga ega bo'lsa va barchaning iste'dodi darajasi aniq bo'lsa, u hech ikkilanmay eng yaxshisini tanlaydi. Eng yaxshi mutaxassislarning iste'dod darajasi mahorat narvonida o'zidan keyinginikidan katta farq qilmasa ham, super yulduzlar baribir bozorning katta qismini egallaydi.
Saksoninchi yillarda Rozen bu effektni tadqiq qilganida uni kino yulduzlari va musiqachilar misolida o'rganib chiqdi. Chunki shu sohada aniq bozorlar mavjud edi. Masalan, musiqa do'konlari va kinoteatrlarda tomoshabin turli san'atkorlarning iste'dodi va chiqishlarini bemalol baholay olardi. Aloqa va hamkorlik texnologiyalarining jadal o'sishi ko'plab mahalliy bozorlarni xuddi shunday universal bozorlarga aylantirdi. Chekka shaharchada musiqa do'konining paydo bo'lishi musiqa ixlosmandiga mahalliy musiqachilarni chetlab o'tib, dunyoning eng sara xonandalari albomini sotib olishga imkoniyat bergani kabi, kompyuter dasturchisi yoki jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchini izlayotgan kichik kompaniya endilikda xalqaro miqyosdagi iste'dod bozoriga kira oladi. Super yulduz effekti bugungi kunga kelib Rozen 30 yil avval prognoz qilganidan ko'ra ko'proq sezilyapti. Bugun iqtisodiyotimizdagi yanada ko'proq mutaxassislar o'z sohalarining yulduzlari bilan raqobatlashmoqda. Xo'jayinlar. Yangi iqtisodimizda yaxshi yashayotgan Jon Duer mansub bo'lgan guruh asosan buyuk o'zgarishlarni qilayotgan yangi texnologiyalarga sarmoya kiritish uchun kapitalga ega shaxslardan iborat. Marks davridan buyon yaxshi ma'lumki, kapitalga egalik katta ustunlik beradi. Ammo ayrim davrlar boshqalarga qaraganda ko'proq ustunliklar berish ham haqiqat. Brian Wolfson va McAfee'ning ta'kidlashicha, urushdan keyingi Yevropa xuddi uyum naqd pul ustida o'tirib qolgan qit'adek edi. Chunki keskin inflyatsiya va ayovsiz soliqlar birgalikda oldingi boyliklarni ko'z ochib yumguncha supurib tashladi. Buyuk o'zgarishlar davri urushdan keyingi davrdan farqli o'laroq kapitalga egalik qilish uchun qulay fursatdir. Buning sababini tushunish uchun avvalo standart iqtisodiy tafakkurning muhim tarkibiy qismi bo'lmish savdolashish nazariyasini eslash joiz. Unga binoan kapital va mehnat orqali pul topilsa, sarflangan summa daromadga proportsional bo'ladi. Raqamli texnologiyalar ko'plab sohalarda ishchi kuchiga ehtiyojni kamaytirar ekan, aqlli mashinalar egalarining daromadi ortib boraveradi. Bugungi kapitalist 13 kishini ishlatgan holda oxir-oqibat $1 milliard sotilgan Instagram singari kompaniyani moliyalashi mumkin. Bunchalik oz ishchi kuchi bilan katta qiymat yaratish tarixda yana qachon bo'lgan? Oz ishchi kuchining hissasi bilan hosil qilingan ushbu boylikning mashina egalari bu o'rinda korxona investorlariga o'tgan qismi misli ko'rilmagandir. So'nggi kitobim uchun intervyu bergan sarmoyador biroz tashvish bilan hamma mening o'rnimni xohlaydi deya tan olgani ajablanarli emas. Tashlagan arqonni tortib ko'ramiz. Men tadqiq qilgan hozirgi iqtisodiy tafakkurga ko'ra, texnologiyaning misli ko'rilmagan o'sishi va ta'siri iqtisodiyotimizda keng miqyosda o'zgarishlarga sabab bo'lyapti. Bu yangicha iqtisodiyotda 3 guruhning qo'li baland, aqlli mashinalar bilan ijodkorona ustalik bilan ishlay oladiganlar, o'z ishi ustalari va kapital egalari. Yanada aniqroq aytsak, Brian Wolfson va McAfee va Cowen kabi iqtisodchilar aniqlashtirgan buyuk o'zgarishlar hozirgi davrdagi yagona ahamiyatli iqtisodiy tendensiya emas va o'sha 3 guruh ham yagona omadi chopgan guruhlar emas. Lekin ularni ushbu kitobda tilga olishdan muddao shuki, garchi bular yagona bo'lmasa-da, o'ta muhimlaridir va ular olg'a ketishda davom etadi. Ularning birortasiga qo'shila olsangiz, sizning ham ishingiz barordan keladi. Aksincha bo'lganda ham imkoningiz bor, lekin unda ish o'rningiz xatarda qolishi muqarrar. Shunday savol tug'ilishi tabiiy. Bu g'oliblar jamoasiga qanday qo'shilish mumkin? Shashtingizni tushirmoqchi emasman-u, tan olishim kerakki, tezda kapital to'plab, navbatdagi Jon Duer bo'lish sirini bilmayman. Bilganimda ham buni kitobda bayon qilmasdim. Boshqa guruhlarga ham qo'shilish imkoni mavjud, lekin bu haqda kelasi bo'limda gaplashamiz. Yangi iqtisodiyotda qanday g'olib bo'lish mumkin? Yuqorida o'sishga qodir va boshqalar uchun ham ochiq 2 guruhni aytdim. Aqlli mashinalar bilan ijodiy ishlay oladiganlar va o'z sohasi yulduzlari. O'zaro farqlari kattarib borayotgan raqamli sektorlardan biriga o'rnashish siri nimada? Men quyida keltirgan 2 qobiliyatni g'oyat muhim hisoblayman. Yangi iqtisodiyotda o'sish uchun 2 asosiy qobiliyat. Birinchi, murakkab narsalarni tez o'zlashtira olish. Ikkinchi,
ishni tez va mukammal bajarish. Birinchi qobiliyatdan boshlaylik. Twitter va iPhone kabi jozibador va o'ta qulay iste'mol texnologiyalariga o'rganib qoldik. Holbuki bular jiddiy uskuna emas, shunchaki iste'mol mahsulotlari xolos. Buyuk o'zgarishlarni qilayotgan aqlli mashinalarni tushunish, boshqarishni o'rganib olish esa ancha murakkabdir. Avvalroq eslaganimiz murakkab texnologiyalar bilan yaxshi ishlay bilgani tufayli muvaffaqiyat qozongan Nate Silverni olaylik. Agar uning ish uslubiga chuqurroq nazar solsak, aniq faktlarga asoslangan saylov prognozlarini ishlab chiqish, kim ko'proq ovoz oladi deb shunchaki brauzerdan qidirishday oson emasligiga amin bo'lamiz. Buning o'rniga u StataCorp kompaniyasi ishlab chiqqan mashhur statistik tahlil tizimi Stataga so'rov natijalarini, ya'ni 250 dan ortiq ijtimoiy so'rov tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan minglab so'rovlarni yuklaydi. Bular ham o'rganish oson vosita emas. Masalan, mana Silver foydalanadigan zamonaviy ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni tushunishda kerak bo'ladigan buyruq turini keltiraman. Manzara yarat, shaharlarni tanlash, shahar nomi, aholisi, poytaxtlarning dengiz sathidan balandligi, ittifoq tanlash, nomi, aholi soni, poytaxt bo'lmagan. Ushbu turdagi ma'lumot bazalari bilan SQL deb nomlangan til orqali muloqot qilinadi. Saqlangan ma'lumotlar bilan ishlash uchun ularga yuqorida ko'rsatilgandek buyruq berasiz. Bunday ma'lumot bazalariga ishlov berish nozik ish. Nate Silver faoliyati bo'yicha davom etib, u foydalanadigan boshqa texnologiya Stata'ni ko'rib chiqamiz. Bu juda kuchli vosita. Boshlang'ich bilimning o'zi yetarli emas. Masalan, quyida ushbu dasturiy ta'minotning eng so'nggi versiyasiga qo'shilgan xususiyatlarni keltiraman. Stata 13 tuzatish effektlari, ko'p qatlamli GLM, quvvat va namuna hajmi, umumlashgan SEM, prognozlash, effekt o'lchamlari, loyiha menejeri, uzun ko'rsatkichlar kabi boshqa ko'plab yangi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Silver ushbu murakkab dasturdan modellarni ishlab chiqish uchun foydalanadi. Ushbu tafsilotlarni aytishdan maqsad shuki, aqlli mashinalarni boshqarishni o'rganib olish ancha murakkab jarayondir. Katta kompaniyalar foydalanadigan texnologiyalar qanchalar murakkabligini nazarda tutsak, sodda iste'mol mahsulotlari, ayniqsa maktablarda yuksak texnologiyalar iqtisodiga odamlarni tayyorlaydi degan ishonch puchligi ayon bo'ladi. Talabalarga iPad berish yoki YouTube'ga uyga vazifa videolar yuklash ularni yuksak texnologiyali iqtisodiyotga tayyorlaydi deyish, Hot Wheels o'yini talabalarni avtomexaniklikka tayyorlaydi deyishdek asossizdir. Ushbu mashinalar bilan yaxshi tillasha oladiganlar safiga qo'shilish uchun murakkab narsalarning ishlash prinsipini o'zlashtirish qobiliyatingizni mukammal rivojlantirishingiz shart. Texnologiyalar shitob bilan o'zgarib ketayotgani bois o'rganish payon bilmaydi. Buni tez-tez va qayta-qayta bajarishga qodir bo'lishingiz kerak. Murakkab narsalarni tezda o'rganish qobiliyati albatta aqlli mashinalar bilan yaxshi ishlash uchungina zarur emas. U deyarli har qanday sohada, hattoki texnologiya aloqasi bo'lmagan sohalarda ham super yulduz bo'lishingizda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, dunyoga mashhur yoga murabbiysi bo'lish uchun ancha murakkab jismoniy mahoratni egallash kerak. Yana bir misol, tibbiyotning ma'lum bir sohasida muvaffaqiyat qozonish uchun albatta tegishli jarayonlar bo'yicha eng so'nggi izlanishlardan boxabar bo'lib, tezda o'rganib olishingiz lozim. Ushbu misollardan xulosa shuki, agar o'rgana olmasangiz, rivojlana olmaysiz. Endi ro'yxatdagi ikkinchi asosiy qobiliyat, ya'ni yuksak darajada mahsulot tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Agar super yulduz bo'lishni istasangiz, tegishli ko'nikmalarni o'zlashtirishingiz kerak, ammo bu ham yetarli emas. Pinhon imkoniyatingizni odamlar qadrlaydigan yorqin natijalarga aylantirishingiz kerak. Masalan, ko'plab dasturchilar kompyuterlarni yaxshi dasturlashlari mumkin, ammo David Hanson, bizning misolimizdagi yulduzimiz, o'ziga obro' keltirgan loyiha Ruby on Rails'ni ishlab chiqishda shu qobiliyatidan foydalangan. Ruby on Rails Hansondan bor mahoratini oxirigacha ishga solib, mukammal va qiymatli natija ko'rsatishini talab qilardi. Ishlab chiqarish qobiliyati shuningdek aqlli mashinalarni o'rganmoqchi bo'lganlarga ham tegishli.
Nate Silver uchun katta ma'lumotlar to'plamlarini boshqarishni o'rganish va statistik tahlillarni amalga oshirish yetarli emas edi. Keyinchalik u mashinalardan ko'pchilikni qiziqtiradigan ma'lumotni ajratib ola bilishi ham lozim edi. Silver beysbol prospektusda ko'plab statistika mutaxassislari bilan ishlagan, ammo faqat u yagona soha saylovlar prognoziga bu mahoratni tatbiq qila oldi. Bu misol iqtisodiyotimiz g'oliblari safiga qo'shilish uchun yana bir yo'lni ko'rsatadi. Agar siz yangi mahsulot ishlab chiqarmasangiz, qanchalik qobiliyatli va iqtidorli bo'lmang, rivojlana olmaysiz. Texnologiya ostin-ustun qilib yuborgan yangi dunyoda olg'a siljish uchun zarur ikki mahoratni aniqlab ham oldik. Endi esa keyingi savol: qanday qilib bu mahoratlarni rivojlantirish mumkin? Mana shu yerda ushbu kitobning asosiy g'oyasiga yetib keldik. Yuqorida tavsiflangan ikki asosiy mahorat nechog'li teran ishlashingizga bog'liq. Agar ushbu asosiy malakani o'zlashtirmagan bo'lsangiz, murakkab vazifalarni o'rganish yoki mukammal natijaga erishish uchun ko'proq qiynalishingizga to'g'ri keladi. Ushbu mahoratlarning teran mehnatga bog'liqligi bir qarashda ko'zga tashlanmaydi. U qunt bilan o'rganish, diqqatni jamlash va unumdorlikni taqozo etadi. Keyingi bo'limlarda bularga chuqurroq yondashiladi va teran ish bilan iqtisodiy muvaffaqiyat uyg'unligi kutilmagan o'zgarishlarga qanday olib kelishi ochib beriladi.